soqoli bor o'g'lingni deb kelishibdi uyimga. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri ishlab, ishiga borib, tinchgina yashayotgan, xalq uchun xizmat qilayotgan o'g'limni ertalabdan kelib, bular olib ketib so'roq qilamiz deyapti bular. Meni uyimga bostirib kirib, ertalabdan janjal qilib, mennas yuragimni yomon qilib, davleniyam oshirib. Meni o'zi keldim kasal. Lesh повестки yuborib qo'yamiz-sizlar. Повестки yuboradigan ish qilmagan, patamushda. Повестки yuborsanglar, bor. Patamushda повестки yuboradigan ish qilmagan. Agar unaqa ish bo'lganda allaqachon yuvishardi. 10 marta aytdi, повестки yuboringlar. Ha. Abdurash. Sizning ismingiz kim? Muzaffar. Familiyangiz kimsiz o'zi? Mana shu muloqot olib ketishiga Muzaffar, oldingi safar. Mana shu odamni mana mana shu gaplashuvdi sizdan kecha. Nimaga asoslarim meni tinchgina ishlab yurgan o'g'illarimni sizlar olib ketmoqchisizlar ro'vidiga men tushunmayman. Tushuntirib bering, qani, ayting. Siz onasimisiz? Men onasiman. Bizlar bilan borasizmi? Shuncha beramiz. Nimaga boradi sizlar bilan? Nimaga asoslanib? Nima повесткаlar bormi? Nimaga boradi? Qani, ayting, nimaga borishini, sababini. Qarorni men qo'limga berib o'qishga ham ko'rsatayotganlari yo'q. Nimaga? Nima qaror? Nima qaror? O'g'limga ham ko'rsatayotgani yo'q. O'g'lingiz safiring, o'g'lingiz tanishib olsin bu. Men onasiman. Meni haqqim bor tanishishga, to'g'rimi? Men onasiman. O'ziga o'zi javob bersa, men onasiman zato. Onasi boradimi? Hamma qamalgan vallaringlarning onasi orqasidan? Yo, nimaga olib ketyapsizlar? Yo, nimaga olib ketyapsizlar bo'lmasa? Yo, nimaga olib ketyapsizlar? Nima sabab? Nima sabab? Sabab bo'lsa повестка yuborardinglar. Nima повестка yubormadinglar? Mana shu yozilgan bo'lsa menga ko'rsatinglar. Kaltilab olsa qolingiz, kaltilab olib yana nima qolyapsizlar? O jonimga tegdi o'zi. Jonimga tegdi o'zi. Aka chuvonni kasal bo'lib azoblanayotganim shunaqa yoqmayapti hozir menga bu narsa. Vaziyatni mana Shavkat Bunamonovich mana soqoli bor o'g'lingni deb kelishibdi uyimga. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri ishlab, ishiga borib, tinchgina yashayotgan, xalq uchun xizmat qilayotgan o'g'limni ertalabdan kelib, bular olib ketib so'roq qilamiz deyapti bular. Bu yurtda o'zi tinch yasha bo'ladimi, yo'qmi? Nima haqqi bor bularni meni hayotimni kelib, mamlaqa qilib buzishga? Meni hozir davleniyam bor, men kasal odamman.